Bor narsani gapirib beravering. Bor narsani gapirish kerak. Mana hozir lichinayotganlarga necha minut bo'ldi? 1 soatcha bo'ldi. Nima bilan keldingiz-ku? Nima holat bo'ldi? Qanaqa hozir yurishingiz qanaqa? Yaxshi yurishim hozir. O'zgarish bor, ancha. Lekin birinchi kunga odam bir nima deyolmaydi-ku. Ha. Yo'q, endi bir nima deya olmasligi aniq. Lekin mana kelgan holatingiznikidan, hozirgi holatingiz, oruvlaringiz, boya men qo'lingizni ko'tarayotganimda, oyog'ingizni ko'tarayotganimda, tizingizni bosganimda oruv berdi. O'sha oruvlar qanaqa? Hozir yo'qoldi. Hozir yo'qoldi, yaxshi. Sog'liqqa e'tibor beramiz deb davolanyapmiz mana shu Chinobotiga kelib turib. Yo'qmasa menga kerakmi deng. Shunaqa. Sanatoriyaga borib, Har kim o'zini o'ylash kerak. O'zini. O'zing uchun o'raydim, o'zing uchun kurash. Shunaqa. Xudo xolasa yaxshi bo'lasiz. Hozir ancha oruvlaringiz qoladi. Endi agar bu narsani davomiy qiladigan bo'lsa, inshaalloh zo'r natijalar bo'ladi. Boyaga kelganingizdan ko'ra hozirgi holatingiz ancha yaxshi. yaxshimi Xudoga shukr. Yaxshi ko'z tegmasin hozir. Baraka topsin. Bekboyni o'zi ekan. Bu bitta navorim bor bitta. Mana shunday Bekboy oti. Oti Bekboy. Hozir gaplashtiruvdi bayog'i. Yaxshi. Bir yil kelar. Voy, ana og'aynimiz bor edi, shunday skromli yuragi hamma havas ketayapti. Bekboy. Keyin qaynonam o'sha odamni yaxshi ko'rib havas qiladi. Men bu bolani ham yaxshi ko'rib havas qilib qolay, chunki mana davolashda juda katta anaqa qilyapti. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi.